بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أي الناس أغنى؟ قالوا أبو سفيان. وقال آخر عبد الرحمن بن عوف. وقال آخر عثمان بن عفان رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولكن أغنى الناس حملة القرآن من جعله الله في جوفه. Abul Fadl Ar-Razi o'zlarining Fadlul Qur'an va tilovatihi nomli kitoblarida ushbu hadisni keltiradilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni ashablariga insonlarning qaysi biri eng boydir deb so'radilar. Shunda sahobalar Abu Sufyon deyishdi. Yana boshqalari Abdurrahman ibn Avf deyishdi. Yana ayrimlari Uthman ibn Affon radhiyallohu anhum deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'q, balki insonlarning eng boyi Alloh taolo qalbida Qur'on qilib qo'ygan homilul Qur'onlardir dedilar. Ya'ni Qur'onni to'la yodlagan va unga amal qiladigan qorilar insonlarning eng behojati va boyidir deb marhamat qildilar. Alloh taolo hammalarimizni qalbimizda Qur'on bo'lgan hofizu Qur'on, hamalatul Qur'onlardan bo'lishimizni nasib aylasin. O'tgan darsimizda eng muhim boblardan biri bo'lgan vaqf bobiga kirish qilib, vaqfning muhimligi va uning tajvid, boshqa tajvid qoidalaridan buning ahamiyati kam emasligi haqida misollar bilan, hayotiy voqelikdan va Qur'ondan misollar bilan keltirib kirish qismini o'tgan edik. Bugungi darsimiz shu vaqfning joiz bo'lgan turlariga to'xtalib o'tamiz. Bir eslab olishlik uchun do'stga e'tibor beradigan bo'lsak, o'tgan darsimizda vaqfni 4 turga, ayrimlar 3 turga bo'ladi deb aytib o'tgan edik. Ixtiboriy bilan intizoriy o'zi alohida bersak 4 ta bo'ladi. Ikkalovini bitta qiladigan bo'lsak,